Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana jonu jahonim, mehribonim, qiyomatligim, darddoshim, sirdoshim, go'zalim opajonim, sizni bugungi Allohimga ne'mat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukrona kuningiz bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Allohim umringizni ziyoda va go'zal qilsin mehribonim. Yaxshiyam borsiz. Doimo barcha sizni hurmat qilib, har doim yaxshi ko'rib ardoqlovchi insonlar baxtiga sog' salomat bo'lib, hamisha bunaqa chiroyli, fayzli kunlar xonadoningizdan arimasin. Yuz yoshlar bilan yuzlashib yuring. Baxtlilarni ol saflarda bo'ling. Yuzu ko'zingizdan baxtlar, quvonchlar, shodliklar arimasin. Mehribonim opajonim, sizni judayam dunyolarcha yaxshi ko'raman. Har qanday vaziyatda meni tinglab, doimo shirin so'zlaringizni, go'zal maslahatlaringizni ayamasdan doim yonimda bo'lasiz. Barchasi uchun rahmatlar aytaman. Allohimga ming bora shukronalar aytaman. Sizlardek jigarlarim, yaqinlarim, mehribonlarim borligiga. Mehr oqibatimizga hech qachon ko'zlar tegmasin. Doim baxtimga sog' salomat, o'ynab, kulib bunaqa shodiyonaga to'la kunlarni ko'pini ko'rib yuravering. Barchamizni Allohim ikki dunyo saodati-yu savobiga yetkazsin. Ko'zlaringiz hamisha quvonchlardan porlab yursin. Xonadoningizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, tanu joningizga sihat, salomatlik tilayman. Qalbingizni Alloh, tilingizni bismillah, dilingizni iymon, qo'lingizni Qur'on hech qachon tark etmasin. Hayotingiz doim eng go'zal onlardan iborat bo'lsin. Beg'ubor qalbingiz tub-tubida joylashgan eng beg'ubor orzu-istaklaringizni go'zal ijobatini ko'rib yuring. Haj, umra safarlariga borib, hoji onalar bo'lib yuring. Dunyodagi bor yaxshiliklar, bor ezgu tilaklarimni hammasi sizga bo'lsin mehribonim. Yaxshiyam borsiz. Har doim mana shunaqa chiroyli, fayzli kunlar xonadoningizdan arimasin. Topganingiz doim yaxshi kunlarga, yaxshi niyatlaringizni ijobatiga ketsin. Dunyodagi barcha eng go'zal, eng shirin, eng ezgu tilaklarni hammasini sizga tilab qolaman. Qiyomatligim hamisha Allohim panohida asrasin. Doim baxtimga sog' salomat bo'lib yuravering. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin mehribonim. Yaxshiyam borsiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nodirbekning raqamlarimi bu? Aha, biz sizni yaqinlarimga tabriklar loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Men boshlovchi Shahina bo'laman. Rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bugungi shukrona kuningiz tavallud ayyomingizga atalgan samimiy dil so'zlari, tabriknomalar bor, qabul qilib olasiz. Xo'p. Tabriknomalarni kimlardan kutmoqdasiz?